Tak, bolalar, yaqinda deputat saylovlari boshlanadi. Xalqqa mehrini qozonishimiz kerak. Kimda qanaqa taklif va ideyalar bor? Menga shudu kelgan ideyalar kerak emas. Yaxshilab o'yla. Menda ideya bor. Menimcha oldin xalq fikrini bilish kerak. Bildingmi? Vaqt yo'q, odamlarga gaz kerak. Yo'q, gaz bu eski tema, bizga o'zi original ideya kerak. To'g'ri, lekin gazni rostdan uddalay olsak, biz original bo'lamiz, chunki bizgacha hech kim qo'lidan kelmagan-ku bu narsa. Agar bunday qilsak, deputatlar qahriga uchramasmi? Deputat chiqib, UzAvto uni maqtab, uni tarafini olish kerak. Shunda xalq fikrlarini raqobatdosh deb o'ylaydi. Biz bo'lsa, yutso'yam, любом случае yutudamiz. Любой tarafda shikolatda ekanmiz. Yana kuchliligidan chochlarim turib ketyapti. Kallalaringga bir mashina tashbaqani tuxumi. Ana chesni bratga o'tdilar. Hozir bir chamadon pretenziya bilan gapiradilar. Biz yomon deyishadi-yu, ana o'zlari remont qilib yurishadi. Nima? Har bitta shopirga bir haftada 5 ta yamani yamash majburiy qilib qo'yamiz. Yamayotganini videoga olib saytga qo'yadi. Sana agar layli olib kelgan bo'lsa, to'chli tepadan tashlab yuborgan. Men bitta narsani tushunmayman. Sanlar qayerda o'qigansanlar-yu, kimlar sanlarni saylagan? Tonirovkaga 10 million qizil chiroqqa 400 ming. Ovozingni o'chir, Hindistonlik bara. O'sha ideyani